Zamonamizdagi eng xatarli, eng og'ir balolardan biri. Bir kuni Abu Bakr radhiyallohu anhu, Rasulullohning xalifalari, Allohni bir oyat haqida so'raldilar. Va fakihatan va abba oyat haqida so'raldilar. Ana o'shandagi abba kalimasi nima, ma'nosi nima, tafsiri nima deb so'rashdi. Shunda u kishi aytdilarki, agar men Allohning kitobidan bilmagan narsami bilaman deb sizlarga bir narsa aytsam, qaysi osmonni tagiga bekinaman? Yerni qatida meni kim himoya qila oladi? Allohning azobidan dedilar. Bilmayman dedilar. Ulardan keyin Umar radhiyallohu anhu dan xuddi shu oyat, xuddi shu kalima haqida so'raldilar. Shunda Umar radhiyallohu anhu aytdilarki, agar men Allohning kitobidan bilmagan narsamni bilaman deb aytsam, menga, onamga va otamga, holimizga voy bo'lsin dedilar. Hozirgi kundachi? Hozirgi kunda gapirilishi eng oson bo'lgan mavzu va kim xohlasa gapiradigan mavzu Allohning oyatlari va Allohning dini bo'lib qoldi. Blogerlar, bilmayman, reklama uchun ham chiqib olib, xohlagan odam Alloh bunaqa degan ekan kitobida, Alloh bunaqa degan, Rasululloh bunaqa deganlar deb gapiraveradi. Bu juda xatarli narsa. Alloh taolo aytadiki: "Faman azlamu mimman kazaba alalloh." Allohga yolg'on to'qigan kishidan ko'ra zolimroq biror bir kishi bormi? Rasululloh sallallohu alayhi vasallam sahih hadisda aytdilarki: "Man kazaba alayya mutaammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Kim menga atayin yolg'on to'qisa, joyini jahannamdan tayyorlayversin. Bu juda xatarli, juda og'ir bo'lgan narsa. Allohning dini haqida, Allohning oyatlari haqida, Rasulullohning hadislari haqida o'sha ilmi bor, ana o'sha sohaning mutaxassislari yoki ana o'sha oyat haqida aniq ilmi bor bo'lgan kishilar gapirish kerak. Gaplarimizga ehtiyot bo'laylik. Va ma huwa bil hazl. Hazl emas bu oyatlar. Allohning dini hazl emas. Har bir kalimasi, har bir harfi omonat. Shuning uchun bir eslatma qiling dedim. Gapirsangiz dunyo haqida, o'zingiz mutaxassisligingiz haqida gapiring. Lekin bir dunyoviy bir manfaat uchun yoki qanaqadir bir like uchun, qanaqadir bir prosmotrlar uchun Allohning dinini olat qilmang. Allohning dinini, Allohning kitobini, Rasulining sunnatini o'zingizga bir vosita qilmang u narsaga. Allohu a'lam.